Endi bu tarixiy voqealar azizlar juda ham uzoq voqea. Halima onamiz qaytarib olib keldilar 2 yoshida. Yana olib ketdilar. Qaytarib olib kelganlarida endi Omina onamiz ancha betoblanib qolgan edi. Omina onamiz kasal bo'lib qoldilar. Rangi sarg'ayib qoldi, qaddi bukilib qoldi. Chunki 2 oygina kelin bo'lib beva bo'lishlik, dunyodagi eng yaxshi ko'rgan o'g'li boshqasining qo'lida bo'lishligi bu ayolga og'ir qiyinchiliklarni olib keldi. Abdulmuttalib ham keliniga qarab qo'yar edi. Kelinim kasal bo'lyapti deb o'ylardi. Nabiralari kelgandan keyin niyat qilib oldiga keldida, qizim, bir karvon chiqib ketyapti ekan, Yasribga ketyapti. Nabiram ham keldi. Umma Aymana cho'ri ayolni olib bir borib havo almashtirib kelmaysizmi qizim dedi. Shu bahonada Abdullohning qabrini ham ko'rib kelarmiding dedilar. Shu gapni ayta olmasdan qiynalayotdilar. Rozi bo'ldilar. Umma Aymana va kichik Muhammad alayhisalom karvon bilan Yasribga qarab ketdilar. Butun Yasrib xalqi kutib oldi. Bani Najjar qabilasi kutib oldi. Hamma Yasribga gap tarqab ketdi. Makka dan kelgan bolani ko'rdinglarmi? Hidini bildinglarmi? Ajoyib hidi bor ekanmi? Yuzidagi go'zalligini ko'rdingizmi? Hamma bir-biriga shu gapni gapirardi. Umma Aymana esa bolani ehtiyot qilib birortasi ko'rmasin derdi. Bilmasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yosh bolalarga qo'shilib bir cho'milib ham oldilar. Shundoq bir daryoga tushuvdilar, hamma bolalar atrofini o'rab oldi. Umma Aymana yugurib qarasalar, orqasidagi payg'ambarlik muhridan chiqib turgan nurni ko'ryapti. Darrov kiyintirib oldilarda bolani olib chiqib oldilar Umma Aymana. Mana shu holatda ular bir necha kun turdilar. Bu orada Omina onamiz Abdullohning qabrini ziyorat ham qildilar. Qabrga borib yig'ladilar. O'g'il ko'rganini, ismini Muhammad qo'yganini, sifatlarini aytib yig'ladilar. Qaytib kelayotganda Makka bilan Madina orasidagi Al-Avvo degan qishloqqa kelganda Omina onamiz xastaligi kuchayib qoldi. Yotib qoldilar. Umma Aymana tashvish qilardi. Bu qora cho'ri sadoqatli ayol edi. Unga iltimos qilar, davolaylik, qaranglar derdi. Abvoliklar ham bir chodirga olib kirdilar, tabiblar olib keldilar. Hamma yonidagi go'dakka oshiq edi. Shu go'dak ham yetim bo'lib qolmasin derdilar, lekin afsus, na abvoliklar, na Umma Aymana, na Omina onamizni o'zlari bir haqiqatni bilmasdi. Bu haqiqat avvalgi kitoblarda oxiri zamon payg'ambari yetim o'sadi degan gap yozilganidan bexabar edi. Omina onamiz oxirgi nafasni ola boshladi. Qarshisida o'tirgan, endigina 5-6 yoshga kirgan dunyodagi eng go'zal o'g'li cho'kka tushib o'tirar edi. Azizlarim, bundan ortiq musibat yo'q. Inson uchun onani jon berishidan, qarashdan ortiq musibat yo'q. Musibatlar ko'pdir, onadan ayrilishlar bordir, lekin o'zingizdan oling azizim, onani jon berishligiga kim qarab tura oladi? Bu imtihonni qanday qilib boshdan o'tkazishlik mumkin? Bu og'ir musibat. Lekin 6 yoshida turgan bu zot bu imtihonni boshdan o'tkaza boshladi. Ona qarshisida cho'kkaladilar. Ko'zlaridan, dunyodagi eng go'zal ko'zdan ilk yoshlari oqa boshladi. Termilib turar ekan, bolam oldimga keling dedilar. Oldiga keldilar. Sizga bir gapni aytaman dedi. Shu paytgacha aytmagan gapim bor. Agar meni ko'rgan tushlarim rost bo'lsa, siz butun olamni sayyidi bo'lasiz. Lekin men sizni sayyidligingizni ko'ra olmadim bolam dedi. Yetim tug'ilgan edingiz, endi yetim o'sishingizga to'g'ri keladi. Oxirgi iltimosim, sizdan chiqib turgan jannat hidingizdan bir hidlashga ruxsat bering dedi. Bag'riga bosdilar. Bo'ynidan to'yib hidadilar-da, qo'llari bemajol jon berdi. U zotning ko'zidan yosh oqdi. Tarixchilar shunday aytadilar-ki, payg'ambarimiz alayhissalomning ko'zidan 6 yoshida onasidan ayrilib oqqan yoshlar 12 yoshida bobosi olamdan o'tganga ulanib ketdi. Keyinchalik ummat g'amida o'tdi. O'zini farzandlarini qabriga qo'yishligida o'tdi. Oxiriga qadar to dunyodan o'tguncha bu ko'z yoshlar to'xtamadi azizlar. Hammasi faqat boshqalar uchun edi. Eng oxirida ham ummat uchun ko'z yosh to'kib ketdilar. Yetim o'sdilar, yetim katta bo'ldilar va o'zlari ham aytardilar-ki, men yetimlar sultoniman. Yetim tug'ildim, otamni ko'rmadim, yetim o'sdim. Yetimni haqqiga xiyonat qilmanglar derdilar. Keling Rasulullohning birgina tug'ilishlaridagi holatni esladik. Ozgina hayotiga birgina nazar tashladik. Lekin u zotning payg'ambar alayhisalom bo'lib turgandagi hayotlari, sahobalar bilan chekkan zahmatlari,
bu dunyodan ummat g'ami ila o'tganliklarini o'rganishligimiz ham bizga lozim ekanligini unutmaylik. Oilamizda rasulimizni tanitaylik. Ulamolar kimni uyida Shamoil Nabaviyya degan kitob bo'lsa, u uyda Rasululloh bor deyardilar. Suhbat ila u zotni uyingizga kirgizing. Suhbat ila nabira va chevaralarning qalbiga, zotiga bo'lgan muhabbatni joylang. Shunday xonadonlar borki, umr bo'yi yashab bir marta Rasululloh haqida gapirmasdan o'lib ketgan xonadonlar bor. Umr bo'yi ummatlikni da'vo qilib nabira o'g'li qizlariga biror marta seni payg'ambaring Muhammad Mustafa edi demasdan o'tib ketishlik musibatidan Alloh saqlasin. Ummatimiz muhabbatimizni ziyoda qilaylik. Ummatimiz taqvoyimizni ziyoda qilaylik. Ummatimiz dunyoni faqat dunyo g'ami bilan yurib, oxiratda u zot bilan jannatda bo'lishdan bebahra bo'lmaylik azizlarim. Muslimun.uz